Salom, aziz avtomobil ishqibozlari, bugun sizlarni haqiqiy qudrat, hashamat va texnologiyaning mukammal uyg'unligiga olib kiraman. Chunki sahnada paydo bo'lgan yulduz bu yangi 2025 yilgi Toyota Land Cruiser Prado. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu shunchaki mashina emas. Bu temir arslon, bu tog'larni zabt etuvchi yirtqich, bu zamonaviy dunyoning eng ishonchli va eng obro'li suvlaridan biri. Unga bir qarashning o'zi kifoya. Misty Grey deb atalgan pushti kumush rangda porlayotgan bu ulkan gavdali mashina o'zini har bir burchakda "Men shohman" deb e'lon qilayotgandek ko'rinadi. Old tomondagi yirik panjara, o'tkir chiziqli LED farlar va markazda yaltirab turgan Toyota logosi, bularning barchasi unga jiddiy, ammo juda zamonaviy qiyofa beradi. Go'yo u shunchaki yo'lda yurmaydi, balki yo'lni o'zi yaratadi. Yon tomonlardan qaraganda esa u aerodinamik, ammo qudratli ko'rinadi. Xuddi sport mashinasi bilan off-road monsterni birlashtirib qo'ygandek. Past osilgan kuzov unga yanada agressivlik qo'shadi. Lekin sizga shuni aytishim kerakki, bu mashina yo'lning eng yomon joylarida ham "Men hali ham qulayman" deydi. Orqa tomondagi LED chiroqlar esa go'yo yulduzlar orasida yo'lni yoritayotgandek. Ikki dona to'g'ri burchakli chiqindi trubalari esa unga haqiqiy sport ruhini beradi. Endi ichkariga nazar tashlaylik. Bu joyda hashamat va texnologiya qo'l ushlashib turganini sezasiz. Yumshoq charm o'rindiqlar, yoritilgan panel, katta sensorli ekran, kuchli audio tizim, bularning barchasi sizga nafaqat qulaylik, balki o'zingizni prezidentdek his qilish imkonini beradi. Haydovchi o'rindigiga o'tirgan zahoti sizga barcha boshqaruvlar yaqin, shunchalik qulay joylashganki, go'yo mashina sizning harakatlaringizni oldindan bilayotgandek. Dvigatelni ishga tushirsangiz, uning ovozi, bu kuchning ohangi, lekin shu bilan birga, u shunchalik silliq ishlaydiki, siz bu mashina xushyor deb o'ylaysiz. 2025 yilgi Toyota Land Cruiser Prado yo'lning har bir burilishida o'zini mukammal tutadi. Hatto siz uni biroz sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz ham, u sizni tinchlantiradi. Men bunga tayyorman. Tezlanish juda yumshoq, lekin kuchli. Bir zumda oqdan 100 km/soatgacha chiqadi, ammo hech qanday shovqin yo'q, faqat kuch va nazorat. Toyota har doim ishonchlilik bilan tanilgan, lekin bu modelda ular bu so'zni qayta ta'riflab qo'yishgan. Uning shassisi mustahkam, ammo qulay, elektron tizimlar esa sizni har qanday yo'lda xavfsiz tutadi. Ba'zida siz haydash jarayonida mashina bilan suhbatlashayotgandek bo'lasiz. U sizni tushunadi, siz esa unga ishonasiz. Misty Grey rangidagi kuzov yorug'likda xuddi suyuq metall singari jilolanadi. Kechqurun esa sokin, ammo qudratli aura bilan sizni o'rab oladi. Shunaqa hashamatli mashinani yuvish ham rohat, lekin ehtiyot bo'ling. Qo'shnilar uni ko'rib, sizni avtosalon ochgan deb o'ylashadi. Hazil bir tomonga, bu mashina faqat tashqi ko'rinishi bilan emas, balki yuragida ham kuchni olib yuradi. Ichki tizimlarda yangi xavfsizlik texnologiyalari aqlli. Salom, aziz avtomobil ishqibozlari, bugun sizlarni haqiqiy qudrat, hashamat va texnologiyaning mukammal uyg'unligiga olib kiraman. Chunki sahnada paydo bo'lgan yulduz bu yangi 2025 yilgi Toyota Land Cruiser Prado. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu shunchaki mashina emas. Bu temir arslon, bu tog'larni zabt etuvchi yirtqich, bu zamonaviy dunyoning eng ishonchli va eng obro'li suvlaridan biri. Unga bir qarashning o'zi kifoya. Misty Grey deb atalgan pushti kumush rangda porlayotgan bu ulkan gavdali mashina o'zini har bir burchakda "Men shohman" deb e'lon qilayotgandek ko'rinadi. Old tomondagi yirik panjara, o'tkir chiziqli LED farlar va markazda yaltirab turgan Toyota logosi, bularning barchasi unga jiddiy, ammo juda zamonaviy qiyofa beradi. Go'yo u shunchaki yo'lda yurmaydi, balki yo'lni o'zi yaratadi. Yon tomonlardan qaraganda esa u aerodinamik, ammo qudratli ko'rinadi. Xuddi sport mashinasi bilan off-road monsterni birlashtirib qo'ygandek. Past osilgan kuzov unga yanada agressivlik qo'shadi. Lekin sizga shuni aytishim kerakki, bu mashina yo'lning eng yomon joylarida ham "Men hali ham qulayman" deydi. Orqa tomondagi LED chiroqlar esa go'yo yulduzlar orasida yo'lni yoritayotgandek. Ikki dona to'g'ri burchakli chiqindi trubalari esa unga haqiqiy sport ruhini beradi.